Qum to'la oyoq kiyimu tuyani bolasidek erkalab o'pgan tuyachi amaki va bir emas 3 ta tuyani boshqargan Sadoqatni mo'jizaviy bir kuni haqida eshitishga tayyormisiz? Siz bilan bugun piramidani aylanamiz. Qani ketdik. Yaqin piramidani ko'rinishi. Ishni birinchi bilet olishdan boshlab oldik. 1 yil oldingi holatidan ancha sharoitlarni yaxshi qilib qo'yishibdi. Har qadamda avtobuslar. Biz ham avtobusga chiqib, birinchi eng katta piramida Xeopsni ko'rishdan boshladik. Mani emas, dunyoning eng boy odami, yirik tadbirkor va olim Ilon Maskning fikricha, qarshimdagi piramidani odamlar emas, o'zga sayyoraliklar qurgan. Siz shu fikrga qanaqa qaraysiz? Qarshimdagi piramida eng katta Xeops piramidasi, uni yonidagi Xafren va eng kichigi bu Menkaura. Eng katta piramida orqamdagi piramida bu Xeops. Balandligi 146 metr bo'lgan. Qaranglar buni eng kattaligini. Keyingi piramida bu Xefren piramidasi. Ismi Xefren. Narigi kichkinasi Menkaura deb aytiladi. Qaranglar kichkinaligini. Suvenir sotadigan amaki bilan tortishib, hamma suvenirlarni narxlarini so'rab surishtirdim. Keyin esa tuyaga chiqaradigan amaki kelib, yarim soat tuyaga chiq, arzon qilib beraman deb boshni qotirdilar. Men amakijon, sizingiz o'lmasin deb narxni 500 junayxdan 100 junayxga tushirib, tuyaga minib aylandik. Boshida juda ham qo'rqdim. Keyin esa tuyachi amakini mana bu gaplarni eshitib ancha tinchlandim. Oxiri amaki hamma tuyalarni qo'limga tutqizib qo'yib, bizani video olishga tushdilar va vapshi boshqacha bo'lar ekan, dugona Madina esa mazza qildi. Bu qushlar nima yeyapti? Voy bechoralar, sahroda yeyishga narsa topolmagach, boshqa nima ham qilsin? Bahonada kontent ham qilib oldik. Xullas, bugungi kun rasm va videolarga boy kun bo'ldi. Oxiri charchab, Uber taksini chaqirib uyga eson-omon kelib oldik. Qani aytingchi, shu issiq jaziramada siz piramida ko'rishga kelgan bo'larmidingiz?